Burunqi zamonda bir adil bek bo'lgan ekan. Begning shafoatidan xalqi bayashat, yurti obod va omon ekan. Begning orzulab boqqan birli o'g'li bo'lib, uning ismi Benar ekan. Ammo kichigida u to'limi bangbosh bo'lg'ashqa, kishilar uni Bangbeshi Benari deb ataydi ekan. Bangbeshi Benari 9 yoshga kirgan yili beg o'g'li uchun yiroq yaqinning hunarban ustalarini taklif qilib, bir go'zal bog' bino qildirgan ekan. Bog'ga yurtdagi barliq gul-giyoh parvishchilarini yig'ib, rangarang gullarni o'stirib, bog'ning qop o'tirsiga shundoq karomat bir ravoq soldiribdiki, tomlari marmardan, to'riklari oltindan, naqshlari la'al yoqutdan ekan. Bu ravoqni bir ko'rgan kishi hayroni has bo'lib, aql hushini yo'qitib qo'yadi ekan. Beg o'g'lining dona, aqlliq yurt arbobi bo'lib yetishib chiqishini ko'zlab, bu baqqa nurg'unlagan ilmdorlarni yig'ibdi. Bangbeshi Benari bo'lsa, nasihatga quloq solmay, kunlab, oylab, o'ynab yurib, kunlarni behuda o'tkazib yetibdi. Begning buningga qarab, beshi qaytibdi. O'g'lining keyinligi haqida kech-kunduz xiyol qilib, kunlar o'tib, oylar o'tib, o'rin tutib yetib qapti. Kunlarning o'tishiga agishib, begning kesili ig'irlashib, hech qanday davo unum bermay olamdan o'tibdi. Bangbeshi Benari onasi Gulshirin bilan birlikda beylikni boshqarib turibdi. Kunlarning o'tishi bilan Bangbeshi Benari 40 og'ayni tutib, g'am qayg'ularni unutib, og'aynilari bilan aysh-ishratlik turmushga berilib ketibdi. Kunlab, oylab beg mahkamasiga kirmaydigan bo'lib qapti. Onasi Gulshirinning beshi qitib, o'g'lidan qayg'urib, ko'zidan yosh qurimabdi. Bangbeshi Benari jahondan bexabar holda xazinadagi oltin ko'mishlarni 40 do'sti bilan yeb ichib tugitib yetibdi. Oqibatda onasi Gulshirin bilan ikkisi tikandek yolg'iz qapti. Mahkamadagi amaldorlar, lashkarlar bir-birlab yoqi yurtlarga ketib qapti. Bangbeshi Benari bilan onasi ikkaylan bir luqma taom yemay 7 kech-kunduzni o'tkazibdi. Shundaq kunlarning birida Bangbeshi Benari qilgan etgan ishlarga pushaymon qilib, onasiga "Men do'stlarimdan birarining uyiga berib, ozroq yeydigan narsa tepib kelay" debdi. Onasi ma'qul bo'pti. Bangbeshi Benari bir og'aynisining uyiga borsa, og'aynisi poloni usib yeyishga tayyorlanib o'ltirgan ekan. Bangbeshi Benarining eshikdan kirganini ko'rib, do'stining ayoli oshni qozonga oldirib to'kib yetibdi. Do'sti kashkirgacha Bangbeshi Benarini gapga selib o'ltiribdi. Gugum tushgacha bir luqma taomga erishalmagan Bangbeshi Benari onasining qishig'iga qaytib ketdi. Oxir uyan o'ylab, buyan o'ylab, bol besodim ko'p chog'da 40 og'aynamni tang hajlashib bergan edi. Ularning birarining uyidan bir vaqtlik tomoq yeb kelsam ajab emas, deb o'ylab yana bir og'aynisining qishig'i beribdi. Og'aynisi uni ko'rib, to'nimasqa selib, ishik to'ngliklarini taqab ketib qapti. Shunda qilib 7 kun ichida 40 og'aynisining uyiga berib, hech nimaga erishalmay, onasining qishig'iga qaytib ketdi. Bangbeshi Benari o'zining aqlsizligidan qattiq pushaymon yeb, kech-kunduz uxlamay xiyol qilib, onasi Gulshiringa "Mening sababimdan biz mushu holga qoldik. Endi siz ranjimay, yurt so'chisining oldiga berib bir oz pul o'tni akelsingiz. U saxovatlik beg otamning hurmati uchun bo'lsa-mu, bizga ozroq bir narsa bera" deb onasini so'chining uyiga buyuribdi. Onasi Gulshirin ma'qul bo'lib, so'roqchining uyiga qarab yo'lga chiqibdi. Bir osh pishim yo'l mangandan keyin u so'roqchining ishiga oldiga kelibdi. So'roqchi uydan chiqib, begning izzatli xonimi Gulshirinni ko'ribdi. So'roqchi izzat ikrom bilan salom bajo keltirgandan keyin uni uyga kirishga taklif qildi. Mulozimlari Gulshirinning oldiga dasturxon hozirlab, turli noz-ne'matlarni keltirib, choy qo'yibdi. Gulshirin taomlarni hozirlanib yevitib, ko'zlaridan taramlab yosh quyilibdi. So'roqchi hayron bo'lib, uningdan so'rabdi: "Silini bunchalik yig'latquda qaysi beadabning yomon ko'zi tegdikin? Qani tez esila, nima maqsadlari bo'lsa, tortinmay davasila" debdi so'roqchi qo'l bog'lab turib. "Ey so'roqchi, o'g'lim shikarga chiqqan yerida xazinaning oshquchini yuttirib qo'ygan ekan.
Ana bala naştısız o'ltirg'ili bugun necha kun bo'ldi. Bu kungacha oshqush tepilmadi. O'g'lim, so'roqchining uyiga borsangiz, 1000 tilla o'tni bergan bo'lsa, shu pulga oshqush yasitib, xazinani ochgan bo'lsaq dedi, debdi. So'roqchi 1000 tilla beribdi. Bangbishi binari 1000 tillaga 40 qichirg'i liq-muliq mol artib, 3 g'ulamni elib kepdi. Anisi Gulshirin bilan maslahatlashib, azroq pul bilan anasini qoldirib, kechalab bu shahardan chiqib ketibdi. Ular 3 kecha kunduz yo'l mengib, 3 ochamoq yo'lning eg'iziga kelib qapti. 3 yo'lning har bir do'qmishida ayrim qilib, barsa kelar, barsa kelmas, barsa kelar yoki kelmas degan xatlar yezig'liq ekan. Bangbishi binari qichirlarni qamchilab, barsa kelmas degan yo'lga qarab ravon bo'pti. Bangbishi binari bir ko'zi oldida, bir ko'zi orqasida, so'roqchi bilib qolsa 1000 tillani deb qo'g'lab kelib, meni sharmanda qilarmi degan g'am andishi bilan kech-kunduz yo'l yurib, qo'y kalalar o'tlab turgan yayloqdagi bir buloq beshiga kelib qapti. 3 g'ulam mushu yerda tushadigan o'xshaymiz deb o'ylagan ekan. Bangbishi binari ilgirgidek bir ko'zi oldida, bir ko'zi orqada to'xtamay mengayveribdi. G'ulamlar buningdan hayron bo'lishibdi. 3 g'ulam Bangbishi binariga Bangbishi binari, mushu yerga tushib aram elib, qichirlarni to'ydirib ondan mangan bo'lsak yaxshi bo'ladi, debdi. Bangbishi binari hech narsa demay mengayveribdi. 3 g'ulam, "Hey Bangbishi binari, siz mangash turivering, biz qichirlarni to'ydirib orqangizdan mangayli. Qichirlar bir chaynam o't yemigili 15 kech kunduz bo'ldi. Ochliqdan yiqilib yetivag'ili turdi. Bizmi herib qoldik. Bu shundoq yana bir necha kun mangsak, qichirlar o'lib tugaydi," deb mang'ili unimabdi. Bangbishi binari amalsiz ma'qul bo'lib, shu buloq beshiga tushibdi. 3 g'ulam chidirlarni tikib, choy qaynatib, Bangbishi binarining oldiga akapdi. Ular ishtaha bilan g'izolanibdi. Eg'ir harduq yetgan 3 g'ulam o'ltirgan yerida uyquga ketibdi. Bangbishi binari shu o'ltirgancha 3 kech kunduz vaqtni ko'zini yo'ldan uzmay o'tkazibdi. 4-chi kuni Bangbishi binari yuklarni ortib yo'lga ravon bo'lay deb turganda, orqa tarafdan yer osmonni larziga selib, hayvat bilan bir otliq qilish o'ynatib, etini chaptirib, o'zi tarafga kelyotgandek. Qarag'udek bo'lsa, heliqi otliqning eti ko'mish uzangilik. Yoli 72 xil rangda. Egar jabduqlari o'nchi marvoyit. Oltin ko'mishlar bilan bezalgan bo'lib, ko'zni qamashtiradi ekan. Etining to'yiqi yerni 40 kez o'yib tashlaydi ekan. Etining kishnashlaridan undaq-mundaq o'ylar o'rilib ketadi ekan. Ammo bu ot qattiq g'azablanmasa kishnamaydi ekan. Heliqi otliq yigit darvozaning qanotidagi cho'ngliqdagi bir misron qilishni goh o'ng qo'lida osmonga etib, so'l qo'lida tutib, goh so'l qo'lida osmonga etib, o'ng qo'lida tutib kelyotgandek. Uning kiygan kiyimlarimi 72 tusda bo'lib, Bangbishi binari aql hoshini yo'qitib, turgan yerida qaytibli qapti. 3 g'ulam uni yo'lab hoshiga keltirgandan keyin, "Ey Bangbishi binari, siz u kishi bilan ko'rishmagingiz kerak," debdi. Bangbishi binarining tallari yaproqdek titrab tursa-mu, 3 g'ulamning yordamida uning oldiga kelib, egilib salom bajo keltirgandan keyin, "Ey chavandoz, qayoqqa ketyapsiz? Ism sharpingiz nima bo'ladi ekan?" deb so'rabdi. "Ismim Gulsima. Qayoqqa mengishimni bilolmay, kelmas ot choptirib yurganman. Sizlar qayoqqa ketyapsizlar?" deb so'rabdi heliqi otliq kishi. Bangbishi binari as-hushini yig'ib, "Mening ismim Bangbishi binari. Bu soyning u tarafidagi shaharga savdogarchilik qilib ketyapmiz," debdi. U yigitga qaragan siri uni ayol kishiga o'xshatib qapti. Chunki Gulsimaning qoshlari qiyoqdek, mang'izi to'g'ashdek, og'izi o'ymoqdek bo'lib, chiroyidan go'zallik chiqib turadi ekan. Gulsima Bangbishi binariga, "Men tug'ilganda ota-onam chiroyimdan zo'xlanib, Gulsima degan mushu ismni qo'ygan ekan. Hey aka, menimi oranglarga qo'shib olamsizlar?" deb so'rabdi. Bangbishi binari lamjim demay turibdi. Gulsima, "Aka, dasmoyang 1000 tilla ekan. Ikkaylan birlashib savdogarchilik qilib, topgan foydani tang ulashayli," debdi.
Бәңбеші бинары өзідегі дәсмайының 1000 тылла ішкенлігini оның нәдін біліп алғанлығыға әхли етмей, бұныңды бірәр карамет ба оқшайды. Қойсам қошып алай деп ойлапты да, мақұл бопты. Andın Бәңбеші бинары, Biz bu yerda uzoq tursak bo'lmaydi. Qani, darhol yo'lga chiqayli. debdi. Aka, yo'lga chiqsaq chiqayli. Yo'lga chiqishdan avval seni bir ishga buyursam bejirib kelsan qandaq? debdi Gülsima. Biz turayotgan buloq beshining g'arb tarafida bir chig'ir yo'l bor. Shu yo'l bilan 3 kun mangsang, osmonga taqashgan bir tog'ni ko'rasan. Yana bir kun mangandan keyin taqqa yetib borasan. U tog'da hech qanday odamzot yo'q. Tog'ning to'van tarafida bir gumbaz bor. Gumbazning kichikkina to'shigidan ichiga qaraydigan bo'lsang, ishiga quluplangan bir saroy bor. Saroyning ishiga oldiga hargiz borma. Tomlarini tutma. Agar tomlari kiyimingga surkilib ketsa, devila uxlayotgan yeridan uyg'onib ketib, jiningdan ayrilib qolasan. Gumbazning ichiga hargiz kirma. Tog'ning tubida 3 tup chinor bor. O'ttirsidagi chinorda bir oltin qafas isig'liq. Oltin qafas ichida oy desa oy emas, kundisi kun emas, noyati chiroyli bir malika bor. Shu malikani ep kelgin. U malika biz savdogarchilik qilib boradigan shaharning podshohining qizi Mahi Sarvar bo'ladi. U qizni devila uxlayotgan yeridan ap qechib, u yerga qo'mivatgan. Malikaning shundoq isig'liq turg'uniga 27 yil bo'ldi. Devila podshohi malikani har kuni kech ko'gili keladi. Hozir devilaning uxlayotgan mezgili. Devila bir uxlaganda 40 kech kunduz uxlaydi. Hozir 34-kuni bo'ldi. Yana 6 kundan keyin devila uyg'onadi. Ular uyg'onishdan burun yetib bora olmasang, qizni qutqizolmaysan. Ondan qutqizish uchun yana 1 yil saqlashga to'g'ri keladi. Podshoh qizi Mahi Sarvarning dardida ko'p yig'lab, ko'zi ko'r bo'lay deb qoldi. Biz Mahi Sarvarni podshohning qo'liga topshirsak, podshoh ko'p oltin ko'mish in'om qiladi. Ammo sen udul berib qafasni tutsang, devila uyg'onib ketib seni o'ldirib etadi. Sen avval chinar tuviga bormay, tog'ning janub tarafiga mangsang bir o'nkir ko'rinadi. Bu o'nkir noyati hayvatlik bo'lib, qarasang qo'rqib to'lab solsan. Hargiz to'lamay, og'zingni ching etib olib, o'nkirning ishkirsiga qarab mengayvagin. O'nkirda xilma-xil nag'ma navala anglanadi. Hayvonlarning badbashir qiyofatlari ko'zingga ko'rinadi. Agar sen to'lab solsang, shu hamon yovu to'ng'izga aylanib ketsan. Devila seni minib eshak o'rnida ishiltadi. Tog'da ashundaq yovu to'ng'izlarni ko'p ko'rsan. Ularmi shu malikini qutqizish uchun kelgan azimatlar. Shundaq kirsang, o'nkirning ishkirsida qafasda o'nlab turadigan bir kaptar bor. Kaptar shundaq yiqimliq sayraydiki, uning sayrishidan gulgiyoh, daldaraq, yer osmondagi barcha maxluq uning umriga barkat tilab madhiya o'qib turadi. Uning paylari shundaq chiroyliki, 72 xil rangda yenib, kishining aql hoshini lol qiladi. Sen beribla kaptarning bo'ynini uzivat. Agar uning bo'ynini uzmasang, sening bu yerga tirik qaytib kelishing mumkin emas. Deb Bәңбеші binarini o'zining mengan etiga mendirib, misron qilichini qo'liga tutqizib, yo'lga sep qo'yibdi. Bәңбеші binari misron qilichini o'ynatib, yo'lga ravon bo'pti. Bәңбеші binari bir kech kunduz yo'l yurib, bir yerga kelganda, bir to'p hashar cho'milisining bazmi qilib o'ynayotganligini ko'ribdi. U bu yerda bir kun turib qapti. Kech bo'lganda cho'mili podshohi, "Ey odamzod, ishing yo'q, bekor odammisan?" deb so'rabdi. Bәңбеші binari cho'mili podshohiga, "Oliylari, mening ishim to'liq zarur edi. Sening puhralaring bek ushaqkan. Etimning tuyuqida begunoh o'lib ketmasin. Sizlar bazmi qilib o'ynab bo'lgandan keyin ondan yo'limga ravon bo'lay degandim." debdi. Cho'mili podshohi, "Ey odamzod, seningdek rahimdil insonni ko'rib boqmagandiq. Bu himmating uchun yo'ling ochiq bo'lib murodingga yetkaysan. Agar beshingga kun tushsa, mushu qerindishimning ustixonini ko'ydirsang, biz shu yerga hozir bo'lib, mushkulingni oson qilg'aymiz." debdi va cho'milining bir parcha quruq ustixonini uningga beribdi. Bәңбеші binari cho'milining ustixonini potisiga tugib yo'lga ravon bo'pti. U bir kecha yo'l mengib, atsi kun chiqqanda bir joyga yetib ketdi. Qarasa bir to'p chashqon bazmi qilib o'ynayotgandek. Bәңбеші binari bu yerdami yana bir kun turib qapti. Kech bo'lganda chashqonlar podshohi uningdan so'rabdi.
Ey odamzod, ishing yo'q odammisan? Mening ishim zarurti. Sening qovming bak ushaqkan. Etimning to'yiqida o'lib qolmasin. Bazmi qilib o'ynab bo'lganda ondan mangay deb qarab turdim. Debdi Bangbishi Binari. Chashqanlar podshohi buni anglab, Sen oliyjanob insonkansan. Biz ta hozirgacha biror insonning sendek rahimdilligini ko'rib boqmagandik. Talay odamlarning etining to'yiqi ostida nurg'unlagan qavm qarindoshlarimiz o'lib ketgandi. Bu himmating uchun yo'ling ochiq bo'lib murodingga yetkaysan. Agar biror mushkulotga yo'liqsang, bu qarindishimning ustixonini ko'ydirsang, biz shu an yeningga hozir bo'lib, mushkulotingni oson qilgaymiz. deb bir chashqanning ustixonini uningga beribdi va yana bir necha nökrini uningga qo'shib qo'yibdi. Bangbishi Binari ko'p so'yinib, ustixonni potisiga tugib yo'lga ravon bo'pti. Chashqan nökerlar Bangbishi Binarining oldida yo'l boshlab mengib, devalar shahriga yaqin bir joyga akilib qo'yib, xo'shlashib, qaytib ketibdi. Bangbishi Binari 3 kun bo'lganda bir tog'ning yeniga kelib tushibdi. Tog'i sinchilab qaragan ekan, osmon palak o'sib ketgan 3 tup chinorni. O'ttirsidagi bir tup chinorning shexida bir oltin qafas isig'liq turganligini ko'ribdi. Oltin qafasda ko'zlari buloqdek, qoshlari qiyoqdek, lavlari jinastidek, chehrasidan nur chaqnab turgan bir malika so'laqliq turg'udek. Bangbishi Binari malikini ko'rib, yuragiga ishq o'ti tutishib, as-hushini yo'qitib yetib qopdi. U atsi tong atqanda hoshiga kelib, Gulsima aytgan g'arga qarab ravon bo'pti. Chinqitish bo'lganda g'ar eg'iziga kepdi. G'arning ishki Bangbishi Binarining hidining ta'sirida ejilib ketibdi. Bangbishi Binari ishkirsiga qarab mengayveribdi. Uning oldida shundoq go'zal qizlar usul o'ynab, uning qo'llarini tortibdi. Ammo Bangbishi Binari bahramon mengayveribdi. Shundoq mengib bir joyga borganda 40 ko'zlik, 9 munguzlik, badbashri bir maxluq onidan tug'ma holatda qattiq vaqirab, Bangbishi Binariga qarab etilibdi. Uning cherqirishidan o'nkirning tomlari qattiq silkinib titrab ketibdi. Bangbishi Binari qo'rqib o'layli deb qopdi. Ammo tishini tishlab, varqiramay, misron qilichini mahkam tutib, o'nkirning ishkirsiga kiribdi. Qarg'udek bo'lsa, shir yo'lvoslar o'ziga xiris qilib turg'udek. Bangbishi Binari ular bilan bir osh pishim qattiq ilishib, ularni jenidan judo qilibdi. Yana bir oz mangandan keyin qafasga so'laqliq turgan kaptarning qishiga kepdi. Kaptarning chiroyliqligidan so'yinib, uning bo'ynini uzishga ko'ngli unamay, kaptarni qo'yniga silib mengayveribdi. Bangbishi Binari g'ardan chiqib udul chinorning tuviga kepdi va chinorni 3 qitim aylanib, qilishni chinorga qaratib, Bu mening qo'lim emas, Gulsimaning qo'li. deb butun kuchi bilan urgan ekan, qilish suvni kesgandek chinorni kesib tashlabdi. Chinorning shexi guldirlab, olamni zilzilaga keltirib yerga tushibdi. U oltin qafasni chinordan ajratib, qafasni chiqib malikini ozod qilibdi. Bangbishi Binari malikini etining oldiga ilib, bir qo'lida qilishni tutib, bir kunlik yo'lni ko'zni yumib ochqicha besib, shamoldek ketib-atsa, orqa tarafdan bir shabi paydo bo'pti. Orqasiga shundoq qarg'udek bo'lsa, guldir, qaras qurus ovozlar olamni titirtib, bir narsalar kelib-atqudek. Aslida devilar uyqusidan uyg'onib, Malikining orqasidan qo'g'lab kelayotgan ekan. Malika buni sezib qopdi-da, Bangbishi Binaridan, "Ey yigit, siz qayerdan kelgan?" deb so'rabdi. "Men sizning dadingizning shahriga savdogarchilik qilib ketyotdim. Mening bir inim botdi. U sizni akilishga buyurgandi. Shunga bu yerga sizni qutqizg'ili kelganman." deb javob beribdi Bangbishi Binari. "Undaq bo'lsa, kaptarning bo'ynini darhol uzing. Kaptarning bo'ynini uzmasangiz, devilar bizni saq qo'ymaydi. Devining jini mushu kaptarda. Kaptarning bo'ynini uzsangiz, shu hamon devilar o'ladi. Ondan biz shahrimizga omon eson yetib bora olamiz." debdi. Bangbishi Binari kaptarning bo'ynini uzishga ko'zi qiymay, uning gapiga quloq solmabdi. Orqa tarafdan tuman ming deva qo'g'lab yetayli deb qopdi. "Kaptarning bo'ynini darhol uzing. Biz devilarning qo'liga tushib qolayli" dedik. deb yelinibdi Malika. Bangbishi Binari yana quloq solmabdi. Shu zaman devilar orqasidan yetib kelib, ularning beshiga qilish o'rg'ili tayyorlanganda Malika, "Kaptarni qo'lingizga iling, men ko'rib boqay"
debdi. Bəngbeşi binari amalsız kaptarni qo'ynidan ilishi bilan Malika uningdan kaptarni talishibdi. Devlar shu vaqtda u ikkilarning beshiga qilich urgan ekan, qilich ularning beshini kesib bo'lguncha Bəngbeşi binari chabdaslik bilan kaptarning beshini egarning qush beshiga qo'yib, bo'ynini kesib etibdi. Kaptarning bo'yni kesilgan hamon devlarning hammasi turgan yerida jon uzibdi. Andin Malika bilan Bəngbeşi binari yo'lini davomlashtiribdi. Ular shundoq mengib, heliqi buloq beshiga kelib Gulsima va uch g'ulam bilan quchoqlashib ko'rishib, beshidan o'tgan kechirmishlarini so'zlashib, bir necha kun shu joyda turib qoldi. Gulsima: "Aka, sen kaptarning bo'ynini uzmay, jiningdan ayrilib qog'ili tasli qopsan. Nemishqa kaptarning bo'ynini dastlabdan uzib atmading?" deb so'rabdi. "O kaptar to'limi chiroyliqkan. Bo'ynini uzib atgili, ko'nglim faqatli qiymadi." debdi Bəngbeşi binari. "Aka, agar qarindosh bo'lsak, mening diginim bo'yicha qil. Bo'lmasa biz ziyon tortib qolamiz." debdi Gulsima. Ular yuklarini ortib, qizning shahriga qarab yo'lga chiqibdi. Ular cho'l jazirlarni kezib, 39 kech-kunduz jafoliq yo'l yurib, Malikaning shahriga yetib kelibdi. Ular bir do'konni setib olib, yuk taqalarini tushirib, shu yerda hardoqini opdi. Atsi atiganda do'konni ichib, 7 iqlimdan tepilmaydigan kiyim-kechak, zibu-zinnat, nas keraklarni do'konga sapdi. Buni ko'rgan shahar xalqi 7 yoshdan 70 yoshgacha anglamaganlarga anglatib, anglaganlarni aldirtib, hashpashtigacha do'konning oldiga hozir bo'pti. Bu shaharga gohi 6 oyda, gohi 6 yilda bir qitim savdogarlar kelib, mollarini setib ketadi ekan. Bu yurt xalqi yana bir savdogar kelguchi yetkichilik savdolikni qilib oladi ekan. Bu xabarni anglagan podshohning xonishi yangi kelgan savdogarlarning do'koniga kelib, narsa kerak setib olg'ili turganda, Malikani ko'rib, ko'ngli bir qismi bo'lib, molni ko'may o'rdaga qaytib ketdi. Bu do'konga yana Malikaning eniganisimu mol olg'ili kelib, Malikani tonib qatdi. Malikaning mang'izida cho'lpon yultuzdek bir mang bor ekan. Eniganni tanlagan mollarni qo'yib qo'yib, "Pulim kamlab qoladi ekan. Men uyga berib pul akelay" deb Odul podshohning o'rdisiga qarab yuguribdi. "Ey podshohi olam, sizlarga bir xo'sh xabar bor" deb so'zini boshlabdi Enikana. 27 yilning oldida g'oyib bo'lgan qizlari Malika Mohi Sarvar yangi kelgan savdogarlar bilan birga savdo qilib o'ltirdi. Men uni tonib qoldim debdi. Buni anglagan podshoh darhol vazir yasovullarini agashtirib, savdogarning do'koniga berib, qizga sinchilab qarab, ras o'zining qizi ekanligiga ishonibdi. Podshoh vazirlar bilan maslahatlashib, ularni kechlik ziyofatga taklif qilib qo'yib, o'rdaga qaytib ketdi. Kechda savdogarlar do'konni baldur yig'ib, podshohning o'rdisiga yetib beribdi. Podshoh savdogarlarni izzat ikrom bilan qizg'in qarishi opdi. Savdogarlar g'izolanib bo'lgandan keyin qizg'in suhbat bo'lib atganda, Bəngbeşi binari podshohga: "Hurmatli shohim, bu qizni biz devlar shahridan qutqizib akelgandik. Anglashimcha bu qiz Silining qizlari ekan. Bu qizni Silining o'z qo'llariga topshirib berayli deb o'ylashgandik" debdi. Podshoh buni anglab xo'shligidan eg'izi qo'liqiga yetibdi. Mushu xush xabar uchun butun yurt xalqiga o'yin tomosha o'tkazib beribdi. Podshoh savdogarlarga katta tonlarni yepibdi va ko'z yoshi qilib turib: "Qadrlik savdogarlar, sizlar menga hayotlik berdinglar. Agar sizlar qizimni qutqizib kelmagan bo'lsanglar, qizimning dardida oz kun ichida ko'zim ko'r bo'lib qolatdi. Endi podshohlik taxtining menga keragi yo'q. Sizlarga taxtimni beray. Birsinglarga qizim Mohi Sarvarni yotliq qilay" debdi. Gulsima podshohga egilib turib: "Hurmatli shohim, taxtda yanali o'zlari o'ltiraversinlar. Qizlari Mohi Sarvarni akam Bəngbeşi binariga yotliq qilsinlar" debdi. Bu chaqda Bəngbeşi binari: "Sen meni bu xizmatga buyurmagan bo'lsang, bu qizni men qutqizib kelanmaydim. Shunga bu qizni yanala sen og'in" debdi. "Yo'q, bu qizni sen qutqizib kelding. Sen mendan cho'ng bo'lgandikin, yanala sen to'ylashqin" debdi Gulsima Bəngbeşi binariga. Ikkilan birlikka kelolmay, 3 kech-kunduz talash tartish qilishgandan keyin oxir tanlash huquqini Malikaga beribdi. Malika hozircha to'y qilmay,
ata-onalar bilan qinishib, bir mezgil ularning xizmatida bo'lishni aytibdi. Shunda qilib savdogarlar bu shaharda bir necha oy turgandan keyin yo'l tayyorligini qilib, yurt xalqi bilan xo'shlashib, o'z shahriga qarab yo'lga chiqibdi. Padishah savdogarlarga 500 qichir oltin ko'mish sovg'at qilib, ularni uzitib qo'yibdi. Ular ko'p yo'l mengib, ilgirki buloq beshiga yetib kelibdi. Qichirdagi yuklarni shu yerga tushirib, qichirlarni o'tloqqa qo'yib etib, o'zlari shu yerda bir necha kun aram opdi. Gulsima Bangbishi binariga, "Aka, menmi endi kelgan yo'limga qaytib ketay", debdi. Bangbishi binari o'zi bilan birga turishni da'vat qilib, uning ketishiga qo'shilmabdi. Gulsima mo aksining gapiga qo'shilmabdi. Oxir Bangbishi binari Gulsimaga, "Ukam, undaq bo'lsa boyliqlarni tang bo'lishayli. Bu boyliqlarni bu ushqulam shahringizga olib berib kelsin", debdi. Gulsima buningga qo'shilmabdi. Ular talash tortish qilishib, bir-birining gapiga qo'shilmay, Gulsima o'zi kelgan yo'l bilan etini minib, qilichini o'ynatib ketib qapti. Bangbishi binari Gulsima ketgan yo'lga qarab turganida, ushqulam, "Ismingmi Bangbeshkan, o'zingmi Bangbeshkansan? Gulsima yo'l ko'rsatmagan bo'lsa, bundaq ko'p boyliq tepishing mumkinmidi? Sen Gulsimani tepib, bu mollarni uningga inom qilgan. Bo'lmasa odamgarchilik qilmagan bo'lasan-jimi?" deb maslahat beribdi. Bangbishi binari ularning gapini to'g'ri tepib, 500 qichir molni ilib Gulsimani izlab yo'lga chiqibdi. Yo'lda ming mushkulotlarni yengib, bir joyga kelib atrofga qaragudek bo'lsa, oldida hayvatlik 7 qat sepil ko'rinibdi. Sepilning tomlari oltindan, to'riga marmardan ekan. Gulsimaning izi mushu sepilning darvozi oldiga kelganda g'oyib bo'pti. Bangbishi binari darvozaning ichiga bo'yindab qarayotganda ap-aq soqolliq bir bovay paydo bo'pti va Bangbishi binariga, "Ey o'g'lim, qo'lingni tot. Bu joy parizatlarning yurti. Odamzot hidi kelsa, ular darhol iyiqi aylantirib qo'yadi. Sen nima maqsad bilan bu yerga kelib qolding?" deb so'rabdi. Bangbishi binari bovayga bo'lgan voqealarni so'zlab beribdi. Oqsoqol bovay Bangbishi binariga, "Bu yerdan ozroq mangsang bir gumbaz bor. Sen shu gumbaz ichiga kirsang, noita cho'ng bir yilonning uxlayotganligini ko'rasan. To'ydirmay berib, yilonni chepivat. Yilonning yonida bir marmar ko'zi bor. Yilon shu marmar ko'zini kech-kunduz saqlaydi. Farizatlarning jini shu marmar ko'zida. Yilon bugun qattiq uyquda. Yilonni chepib etib, marmar ko'zini darhol qo'lingga ilib ol. Uşaq yilonlar uyg'unib, sana xiris qiladi. Sen ulardan hargiz qo'rqma. Qilchi titrama. Senmi hayvonni ko'rsat. Ular keyin sana yelinadi. Sen oldirab ularga ich og'irtib qo'yma. Keyin ular sendan nima maqsad bilan kelding deb so'raydi. Javob berma. Ular 3 qitim shundoq so'ragandan keyin ondan maqsadingni aytqin. Deginim bo'yicha qilmasang, hayotingdan ayrilasan, debdi va yaxshi tilaklarni bildirib ketib qapti. Bangbishi binari oqsoqol bovayning degini bo'yicha ish qilib, gumbazning ichiga kiribdi. Qaragudek bo'lsa, shundoq cho'ng bir yilon uxlayotgudek. Bangbishi binari putining uchida dassab, yilonning qishig'i berib, yilonni o'ldirib yetibla, marmar ko'zini qo'liga ilib olibdi. Tuman ming yilon Bangbishi binariga xiris qilishga boshlabdi. Bangbishi binari qilchi qo'rqmay, marmar ko'zini ilib, gumbazdan chiqib ketish uchun mengibdi. Yilonlar Bangbishi binariga yelinib yolvorib, "Ey yigit, sening nima maqsading bor?" deb 3 qitim so'rabdi. Bangbishi binari, "Gulsimani darhol chiqarib bermasanglar, ko'zini chiqib etaman", debdi. Yilonlar Gulsimani chiqarib berishga ma'qul bo'pti. Qarasa, uning oldida 14 kunlik to'lin oydak bir qiz turg'adek. Bangbishi binari yilonlarga, "Men sizlarga bu qizni emas, Gulsimani degandim. Sizlar nemishqa Gulsima yigitni chiqarib bermaysizlar?" deb so'rabdi. Yilonlar tushma-tushdan, "Ey odamzot, bizning bu shahrimizda er kishi yo'q. Er kishilarning hammasi lashkarlikka ep ketilgan. Gulsima bizning podshohimizning qizi bo'ladi", deb javob beribdi. Bangbishi binari qizga, "Ey go'zal qiz, darhol mening elkimga o't. Bo'lmasa
bu ko'zini chiqib tashlayman, debdi. Gulsima amalsiz Bangbishi binarining taklifini qabul qildi va mundaq bir shartni o'tirg'a qo'yibdi. Endi men sening ilkingda, ammo bizning bu shaharimizda padishahning ruxsatini olmay turib, to'y qilishga bo'lmaydi. Padishahning ruxsatisiz kimningli bo'lmasin odamzod bilan ko'rishishi man'iy qilingan. Agar ikkimizning so'zlashib turganimizni Shah otam ko'rib qolsa, shu hamon jinimizdan ayrilamiz. Sen berib, Shah otamning ruxsatini ep kelgin. O'rdaga kirganda, o'rdada bir oltin dumbaq bor. Dumbaq ustida oltin cho'ki bor. Shu cho'ki bilan dumbaqni qattiq urg'in. Bir qitim urgan chig'ingda dadam behush bo'lib yiqiladi. Ikkinchi qitim urg'iningda sening oldinga chiqib, sen bilan ko'rishmoqchi bo'ladi. Sen qo'lingni bermagin. Uchinchi qitim urg'iningda sen nima odam deb so'raydi. Sen o'z maqsadingni aytqin. Dadam nima desa, shuni anglab, mening qishimga chiqqin. Bangbishi binari Gulsimaning degani bo'yicha padishahning o'rdasiga kiribdi. Kirib oltin dumbaqni oltin cho'ki bilan shundoq urgan ekan, padishah hushidan ketib yiqilibdi. Ikkinchi qitim urganda u hushiga kelib, Bangbishi binarining oldiga hozir bo'pti. Uchinchi qitim urganda, "Sen nima odam?" deb so'rabdi. "Men qizingizni olg'ili kelgan odam", deb javob beribdi Bangbishi binari. "Qizimni og'ili kelgan bo'lsang, sana to'yliq solaman", debdi padishah. Padishah Bangbishi binarini xazinaning ichiga boshlab kirib, bir chorak oltinni tarozida tortib, Bangbishi binarining chopinining peshiga to'kib beribdi. Va Bangbishi binarini tugmanga ilib berib, heliqi oltinni tugmanda tortib, 10 qo'shliq yerga chechib etibdi. Orqasidan 10 qo'sh keltirib, yerni og'dirib etibdi. Ondan Bangbishi binariga, "Ey yigit, sen qizimni olmoqchi bo'lsang, chechib etgan oltinni bir terib, bir misqol kam qo'ymay menga topshirsan. Agar bir misqol kam bo'lsa, kallangni olaman", debdi. Bangbishi binari ma'qul bo'lib, Odol Gulsimaning hujrasiga berib bo'lgan ishlarni bir-birlab so'zlab beribdi. Buning chorasi oson. Cho'mililar podshohi bilan chashqonlar podshohi bergan ustixonlar bormi? deb so'rabdi Gulsima. Bangbishi binari bor deb potsidan ustixonlarni ilib ko'ydirgan ekan, cho'mililar bilan chashqonlarning hammasi ularning oldiga hozir bo'lib, qo'l bog'lab turib, "Ey odamzod, nima mushkulotga duch kelding? Xizmatingga tayyormiz", debdi. Buni anglagan Bangbishi binari, "Ey g'amguzorlarim, men bu shaharning podshohining qiziga uylanmoqchi. Podshoh bir chorak oltinni kepak qilib yerga chechibdi. Ondan menga bu oltinlarni bir misqol kam qo'ymay terib menga topshirsang, qizimni sana beraman. Agar kam bo'lib qolsa, kallangni olaman", dedi. "Sizlar oltinni terishib beralamsizlar?" debdi. Chashqonlar bilan cho'mililar hash-pashdugicha oltinni terib bir yerga jam qilibdi. Bangbishi binari bu oltinlarni padishahning oldiga akilib, "Hurmatli shohim, oltinni terib keldim", deb padishahning oldiga qo'yibdi. Padishah oltinni tortib ko'rgan ekan, ortig'i yo'q, kemi yo'q, bir chorak kepti. Padishah yigitning g'ayratiga oprin o'qib, 40 kech kunduz to'y qilib, Gulsimani Bangbishi binariga qo'shib qo'yibdi. Bir necha kun turgandan keyin Bangbishi binari padishahning o'rdasiga kirib, "Hurmatli shoh ota, qarindoshlarim meni saqlab qolgandi. Men yurtimga qaytay degandim. O'zlarining iltifotlarini kutaman", debdi. Padishah buni anglab, ayrilishga ko'zi qiymagan holda 40 xizmatkorni ularga qo'shib, yo'lga sep qo'yibdi. Bangbishi binari shundoq mengib, 3 kunlik yo'lni hash-pashdugicha besib, heliqi buloq beshiga yetib kelibdi. Uning 3 g'ulami Bangbishi binarining yo'liga talmirib turgan ekan. Ular Bangbishi binari bilan ko'rishib, ko'z yoshi qilishib, bir necha kun buloq beshida turibdi. Ondan yuk taqalarini ortib, Bangbishi binarining shahriga qarab yo'lga chiqibdi. Ular ko'p yo'l yurib, Bangbishi binarining shahriga tushibdi. Kelsa, Bangbishi binarining onasi Gulshirin o'g'lining yo'liga talmirib, ko'p yig'lab, allaqachon olamdan o'tgan ekan. Shuningdan keyin Bangbishi binari bu yurtga beg bo'lib, yurtni adil so'rab, ayoli bilan baxtli yashab, olamdan o'tibdi.